Suv xonadonining Davraga go'zal kelinimizni taklif etamiz. Sim xonadonining boshlig'i. Su Shaodze, Suv xonadonining to'ng'ich farzandi. Zhao Zi, Suv Shaodzening rafiqasi. Janob Su, Sin xonim to'yda qatnasha olmasliklarini aytdilar. Shuning uchun sizga uylanishingiz uchun tovuq yuborishimni buyurdilar. Siyikli ukam, kelib tovuqqa uylanyapsanmi? Odamni o'lgudek kuldirding-ku. voy bu qanday sharmandalik? Shuncha yil chet elda yurib, hech narsaga erisha olmaganing mayli-ya, yana tanlab topganing shu bo'ldimi? Rostdan ham o'zingni hurmat qilmas ekansan. Su Yuncho, iltimos, ko'cha-ko'yda o'zingni Suv oilasidaman deb tanishtirma. Suvlar oilasi bunday sharmandalikni ko'tara olmaydi, ha? Aytgancha, bugungi ilk kechangni ham tovuq bilan o'tkazishni unutma. Ehtiyot bo'l. Cho'qib olmasin. Alo, Xiaoshui. Nima bo'lyapti senga? Bugun seni Xiao Jiao bilan to'ying bo'lsa nega o'rningga tovuq jo'natding? Bu unga nisbatan hurmatsizlik-ku. Darhol bu yerga yetib kel va unga turmushga chiq. Bobo, men sizga ancha oldin sevgan insonim borligini aytgandim. Men yo Daho suvdek mashhur insonga turmushga chiqaman, yo ikki dunyoda emirga tegmay o'taman. Siz aytgan odam esa mayli tovuqqa uylanaversin. Yana qanaqa Dahosyo? Boshimni qotirma. Axir sizlarning nikohingiz bor. Alo. Xiao Jiao, u to'ydan qochishini bilmagan edim, lekin xavotir olma, nikohingizni qayd ettirdim. U to'yga kelmasa ham sizlar xotinsizlar endi. Xo'pmi? Ha. Sin bobo, Sin xonim bilan hech qachon uchrashmagan bo'lsak, agar u istamasa buni keragi yo'q. Yo'q. Buni u hal qilmaydi. Nevaramni tarbiyalay olmaganim meni aybim aslida. Qiz bola katta bo'lgach o'z bilganidan qolmas ekan. Kimdir sevaman deydimi, ismi nima edi? Shu familiyasi seniki bilan bir xil. Sin bobo, to'y tugagan bo'lsa men keta qolay. Mayli. Van Haylan, Su Yunchoning qo'l ostidagi xodimi. Ana Van jamg'armasining Haychendagi rahbari janob Van emasmi? Kim ekan u? Bunchalik tantanali kutib olishyapti. Nahotki bu o'sha bo'lsa?